Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Azroq paranglashqash o'tiraylik. Xitoy Kommunist partiyasi bilan Kuomintang partiyasi hammamizga tonish. Xitoy Kommunist hukumati Kuomintang hukumatini ayni vaqtida qanday qilib Xitoy davlatidan surum to'qay qilib qo'g'lab Tayvanga olib berdi degan temada paranglashimiz. Kuomintangning cho'ng dadisi bo'lgan Sun Jung-san 1922 yılı Guangdong өлkəsinin cənub tərəfindən şimalğa yürüş qılıb, көз aldidagi militarist Chen Zhiming bilan urush qilib, urushda yengilib, Guangdong өлkəsidən siqib chiqarilib, nachar bir vaziyatga tushib qolganligini his qildi. Ham shu mezgilda kuchlik bir yulanchikka muhtoj bo'ldi. Shu yillarda Xitoyning sharq tarafida bo'lsa, qudratli Yaponiya imperiyasi, g'arb tarafida bo'lsa, Hindiston davlati, Şimal tarafı olsa Mongoliya devleti. Mongoliyanın şimali ve g'arb tarafida zimini eng cho'ng bo'lgan kuchlik Sovet ittifoqi devleti idi. Keyingi mezgilde Sovet kommunistleri Kuomintangchilar bo'lgan Sun Jung-san ve Chiang Kai-sheklarga yulanchik bo'lgan. Sovet kommunistleri Kuomintangchilarni qayta yulab turg'izish bilan birga Xitoy Kommunist partiyasini yetildirdi. Ya'ni shu yillarda xalqaro international kommunizmchilarmi deb atildi. Shu mezgilda Sovet hukumati Kuomintangchilarni qudrat topqizish uchun iqtisodiy yordam va qurol-yarog' yordamlarni ta'minlash bilan birga bir turkum mutaxassislarni avatdi. Sovet ittifoqining tashabbusi bilan Huangpu harbiy maktabini qurib chiqish bilan birga Moskva Sun Jung-san kadrlar maktabini qurib chiqdi. Maqsad Kuomintang hukumati uchun iqtidorli kadrlarni yetishtirish. Kadrlar maktabi maxsus Kuomintangchilarning asosli kadrlarini yetishtirib chiqadigan, ya'ni Leninizm yo'lidagi bolsheviklarni yetildirish uchun qurilgan kadrlar maktabi edi. Shu mezgilda Sovet ittifoqi Xitoydagi Kuomintang partiyasi bo'lsin, Kommunist partiyasi bo'lsin, har ikkili tarafga qo'ygan shart bo'lsa, o'zaro yaxshi hamkorlashib, Leninning yo'lida menish prinsipini bekitib berdi. Shunda qilib Sovet ittifoqining yordam qilishi bilan Kuomintang hukumati kuchli armiyaga ega bo'ldi. Guangdong o'lkasining Huangpu degan oroldan taraqqilib 1926 yili 7-oydan boshlab Kuomintang bilan Gongsandang ikkisi birlashib turib, shimoliy qarta kengaymichilik qilib, shu mezgildagi militaristlar bilan urush qilib, 10 oyning ichida Guangzhou, Shanxay, Nanjing, Wuhan degandek yerlarni ozod qildi. Shu yerlarni besib yotgan militaristlarni yo'qotdi. Shu mezgilda Xitoy davlatida qudratli kuchga ega bo'lgan Wu Peifu, Sun Chuanfang, Zhang Zuolin qatorliq cho'ng militaristlarni mag'lub qildi. 1922 yildan 1927 yili mushu 5 yil ichida Kuomintang hukumatining kuchi zo'rayib, Changjiang daryosidan olqib o'tib, Xitoy davlatining nurg'un ziminlarini egallaydi. Bu 5 yillik natija ayni vaqtida Sun Jung-sanning 20 yillik qilgan kurashlaridan eshib ketadi. Tarixchilarning degandek Sovet ittifoqi bo'lmasa, hozirgi Xitoy kommunist hukumati bo'lmaydi deganga o'xshash, amaliyotda Sovet ittifoqi bo'lmasa, hozirgi Kuomintang hukumatimi, Kuomintang partiyasimi bo'lmaydi ekan. Mana shu mezgilda Kuomintang hukumati Sovet ittifoqining yordami bilan Xitoyning sharq-shimoldagi cho'ng militarist bo'lgan Zhang Zuolinni yo'qotib yetalaydigan imkoniyatidan voz kechib, Kuomintang hukumatining rahbari bo'lgan Chiang Kai-shek Stalindan yuzni o'rib, Sovet ittifoqining dushmani bo'lgan Yaponiya va Amerika tarafdori bo'lib oldi. 1927 yili 4-oyning 12-kuni Kuomintang hukumati Sovet ittifoqidan yuzni o'rib, Stalinga qarshi siyosiy o'zgarish olib bordi. Stalinning yordamiga erishayotgan Chiang Kai-shek Stalindan yuzni o'rib, texnik cho'ng bir kuchni tanlab oladi. Ayni vaqtida Sovet kommunist hokimiyatimi qo'rchoq hokimiyat bo'lib, bularning rahbari Lenin xalqaro manfaatlar guruhi, ya'ni partikayndagi kuchlar tarafidan yetildirgan bir shaxsiy bo'lib hisoblandi. Ya'ni Rossiyaga rahbarlik qiladigan muhim vakilning birisi bo'ladi. Bunda aytganda Sovet ittifoqi bo'lib qolmay, Amerika, Yevropa qatorliq kuchli davlatlarning keyinda xalqaro manfaat guruhining kuchi zo'r edi. Bu xalqaro manfaat guruhini har xil atab kelgan bo'lib, ba'zilar Masun deydi, ba'zilar Boss deydi, ba'zilar Pardikayndagi kuch deydi. Ismlari har xil.
1904-yili Sun Yat-sen mushu Boz guruhiga a'zo bo'lgan. Ya'ni Kuomintang partiyasini qurib chiqqan Sun Yat-sen Boz guruhining Xitoy davlatiga avatgan bir shaxmat teshi bo'lib hisoblandi. Boz guruhining maqsadi bo'lsa, podshohlik tuzumni og'dirib tashlab, kapital orqali dunyoni boshqarish edi. Ya'ni kapitalizm dunyoga hukmron bo'lish. Fransiya inqilobi portlashdan boshlab Manjuriya hokimiyati og'dirilgan bu 100 yildan ortiq jarayon Boz guruhining qilgan xizmatlarining bir parchalari bo'lib hisoblanadi ekan. 1922-yili Sun Yat-sen mag'lub bo'lgan kundan boshlab Sun Yat-senni yulash, Kuomintang partiyasini qurib chiqish, Chiang Kai-shekni kuchlantirish bu ishlarning hammasi Lenin vakillik qilayotgan Boz guruhining yordami deb qarashga bo'ladi ekan. 1923-yili, ya'ni Lenin o'lishidan 1 yil burun Chiang Kai-shek Moskvaga berib, bosh urib qasam ichib, shu yili Huangpu harbiy maktabining bosh rahbari bo'lib sahnaga chiqadi. Shu mezgilda Sovet ittifoqidagi ichki kurash, ya'ni Stalin guruhi bilan Trotsky guruhi yangidan ziddiyatlashayotgan mezgil edi. Shu vaqtida yanala Sovet ittifoqining pardakayindagi kuch bo'lsa, Boz guruhi edi. Shu mezgildagi Chiang Kai-shek bo'lsa, Boz guruhining bir a'zosi bo'lib hisoblandi. Shu yillarda Chiang Kai-shek o'zini kuchlantirish uchun o'g'lini o'qish banosi bilan Sovet ittifoqiga avatadi. Amaliyotda o'g'lini Sovet ittifoqiga avatib, go'ro'ga qo'ydi. Shu mezgilda Stalin va Trotsky o'rtasidagi huquq kurashi odatdagi kurash bo'lib qolmasdan, Stalin guruhi Trotsky vakilligidagi Boz guruhi bilan qarshilashayotgan mezgil edi. 1927-yili Stalin guruhi Trotsky guruhini mag'lub qilib, ya'ni Stalin Boz guruhidan, ya'ni dunyoga hukmronlik qilayotgan kuchdan yuz o'riydi. Mana shu mezgilda Xitoydagi Kuomintang partiyasi va Kuomintang partiyasi bundan keyingi mangdigan yo'lini tanlashga to'g'ri keladi. Chiang Kai-shek boshchiligidagi Kuomintang partiyasi Boz guruhini tanlab oladi. Xitoy Kommunist partiyasi bo'lsa, yangi xo'jayin bo'lgan Stalinni tanlab oladi. Ya'ni 1927-yili Chiang Kai-shek Stalindan yuz o'rib, Stalinni qo'llagan Xitoy kommunistlar bilan dushmanlashadi. Xitoy davlatida Kommunist partiyasi bilan Kuomintang partiyasi bir-birisi bilan dushmanlashgan bo'lsa, Sovet ittifoqida Stalin bilan Stalinga qarshi Boz guruhi bilan dushmanlashadi. Boz guruhi Sovet ittifoqini qo'ldan chiqarib qo'ygandan keyin Stalin 1927-yildan boshlab 1937-yilga qadar, ya'ni 10 yil ichida Sovet ittifoqining siyosiy byurosi ichidagi Boz guruhini tozalashib bordi. Shuning bilan birga 1927-yildan 1937-yilga qadar Xitoy davlatidami Kuomintang partiyasi bilan Kuomintang partiyasi 10 yil ishga urushib bordi. Xuddi Sovet ittifoqiga o'xshash, Stalinmi 1927-yildan 1937-yilga qadar 10 yil ichida Sovet ittifoqining ichida cho'ng tozalashib bordi. Cho'ng qirg'in yib bordi. Shuni biz o'ylab beqishimiz kerakki, Sovet ittifoqida 30-yillarda nima uchun cho'ng tozalashib bordi? 40-yillarda nima uchun Hitler natsist armiyasi Sovet ittifoqiga hujum qildi? Bu ishlarni o'ylash kerak. Biz boshda deb o'tgandek, Amerika davlatining keyindimi Boston kuchi bor degan edik. Shunlashqa 1927-yilda Chiang Kai-shek Stalindan yuz o'rib, Amerikaning qo'yniga o'zini itishi intayin tushunishli degan gap. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin Stalinning ishonchiga erishgan Xitoy Kommunist partiyasini kuchlantirib, Xitoy Kommunist hokimiyatining qo'li bilan Chiang Kai-shek va Kuomintangchilarni mag'lub qilib, Tayvanga qo'g'lab etdi. Xitoy Kommunist hokimiyatini hozirgi Xitoy davlatiga hukmron qilib tishlab chiqadi. Ko'rinishda Kuomintang bilan Kuomintang urush qilgan bo'lsa-mu, amaliyotda Stalin guruhi Boz guruhiga urush e'lon qilgan. Xitoy Kommunist hokimiyati hukmron o'rniga chiqqandan keyin Xitoy davlati ichidagi Boz guruhining kuchlarini yo'qotishga tirishgan. Kuomintang bilan Kuomintang o'rtasidagi huquq talashish urushida biz hech narsani bayqayolmasligimiz mumkin. Ammo shu mezgildagi xalqaro vaziyatni ko'zdan kechirsak, xeyli bir ishlarni faraz qila olamiz. Ayni yillarda Boz guruhi Sovet ittifoqini bir qo'lliq tishlab chiqqan bo'lsa-mu, Boz guruhi yanala Sovet ittifoqini
gumron qilib tashladi. Rossiyaning birinchi prezidenti Yelsin taxtga chiqqandan keyin Yelsinning atrofida Boz guruhining 7 nafar kuchli ministrlar paydo bo'lgan. Bu 7 ministrlar Rossiyani haqiqiy idora qiladigan Boz guruhining odamlari edi. Yelsin davridagi 7 ministrlar Leninning davridagi ministrlar bilan hech qanday farqi yo'q edi. Putin Rossiyaga prezident bo'lgandan keyin 13 yil vaqt sarf qilib, Yelsinning davridagi 7 ministrlarni tozalashib bordi. Bularning orasida o'lgan, turmada yotgan, faqat birisi Putinning gapini anglaydigan bo'lgan. Putinning ilib borgan siyosati Stalinning tutgan yo'liga o'xshab ketadi. Putin faqatla Bosning Rossiyadagi odamlarini chimiqtira olgan bo'ldi, lekin dunyoni kontrol qilayotgan bu kuchga xirs qilolmaydi. Endi Xitoy kommunist hokimiyati qandoq bosh ko'tarib chiqqan, bundan keyin qandoq gumron bo'ladi, oldimizdagi davrlarda ko'ramiz.